Hammaga salom do'stlar, mening ismim Alan va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, kechadan beri mana bu yerda bo'layotgan ishlarni, ya'ni meni uyimni tepasida uy paydo bo'lgan. Salom qo'riqchi. Salom. Tak. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana uyim tepasida uy paydo bo'lgan, lekin u uyni men qurganim yo'q. Men bilmadim qayerdan keldi, nima keldi va bugungi videoda biz shuni aniqlashga harakat qilamiz. Kimning xayoliga meni tomimdan uy qurib olish kelganini. Kelinglar, ichkarisini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yerda divan bor, notebook, undan tashqari холодильник, pechka, bu yerda bemalol odam yashashi mumkin. Qalamlar turibdi. Hayronman, kimniki bo'lishi mumkin ekan. Okey, va yana qo'shimcha narsalar, soyabonlar, lampochka emas, lampa, torshер va yana divan turibdi. Qoyil. Ha, kim bo'lsa ham uyim tepasida maza qilib bepul yashab yuribdi. Men esa bunday bo'lishini istamayman. Shuni hal qilishimiz kerak. Janob, nima bo'lyapti o'zi? Xullas, meni uyimni tepasida kimdir yashab yuribdi, cherdakda. Ha. Shuni nima qilishni bilmayapman. Kamera qo'ysangizchi. Kamera? Ha. To'g'ri, shunda bilib olishim mumkin bo'ladi, chunki qachon kelganini bilmayapman. Kelib ketib yuribdi meni burdim tagida. Xo'sh, unda mayli, kamerani surishtirib ko'raman. Hozir esa ferma bilan shug'ullanishim kerak. Chunki ferma qishloqda yashash imkonini beradi. Agarda ferma bilan shug'ullanmaydigan odamlar kelishsa, afsuski ular bu yerda yashay olishmaydi. Xuddi meni qo'riqchimga o'xshab, u meni ishchim bo'lgani uchun ham meni uyimda yashashi mumkin deb aldab yuribman. Aks holda uni haydab yuborishgan bo'lishardi. Xo'sh, menga bu yerdan hozir ozgina pul kerak bo'ladi, chunki o'sha video kuzatuv kameralarini sotib olamiz. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Bu yerni yopish mumkin. Tak, mana bo'ldi. Yaxshi, lekin menga qiziq bo'lgani shuki, rostdan nima uchun birovni uyini tepasida, ya'ni kamiga tomda kimdir uy qurib olgan. Hamda ikkitali xonasi bor. Kim bu yerga butilkalarni tashlab ketyapti kechadan beri? Xullas, gap shundaki, men rostdan ham hayronman, lekin ideya yaxshi, tomda yashasa bo'ladi. Yaxshigina o'ziga sharoitlar qilib olgan kim bo'lsa ham, ammo mendan so'ramasdan, yana shunchaki bezbetlarcha pul to'lamasdan ijara uchun yashab yuribdi. Yo'q do'stlar, men bunga chiday olmayman. Yaxshiyamki ko'rib qolibman. Bo'lmasa yana qancha o'sha yerda yashab yurgan bo'lardi. Axir men nima pulni havodan topayotgan bo'lmasam, mana bunday bugun uyimni tepasida yashashga ruxsat bersam, ertaga uyimni tagida ham yashashadi. Undan keyin esa o'zimning uyimga to'rttasi kirib oladi. Nima qilaman? Ha, endi deb o'tirmayman-ku. Xo'sh, mayli, buni hal qilishimiz kerak. Tak. Janob mer. Qayoqqa ketgan? Ha, mayli. Kamerani hal qilayotgan ko'ramiz. Qayerda sotarkan? Bu yerda bilmadim. Hozir mana bu yerdagi instrumentchidan so'rab ko'raman. Hoy, jitel. Ha. Sen menga ko'p yordam bergansan. Ana u tarafdan xullas hattoki menga qo'riqchim topib bergansan. Xo'sh, qo'riqching mana sen topib bergan odam mashinamni himoya qilyapti va menga video kuzatuv kameralari kerak. Qishloq yonidagi ana Maraz rayonining to'g'risida sotadi uy bor. Uy, ha, katta uy. Okey, hozir ko'raman. Maraz rayonining to'g'risida hozir o'sha yerga borishimiz kerak. Maraz rayonining to'g'risidagi katta uy dedi, lekin bu yerda katta uylar tiqilib yotibdi. Bilmasam qaysi ekan. Yo'q, Maraz rayoni to'g'risida. Mana bu bo'lish. Bo'ldi. Topildi mana Maraz rayoni va uni to'g'risida. Tak. Jitel, salom. Salom, nima kerak sizga? Menga video kuzatuv kameralari kerak. Video kuzatuv kameralari? Ha, menda har xildan bor. Tushunmayman, istaganingizni oling. Aha, hozir ko'ramiz. Tak. Monitor nima? Mana bo'ldi. Lekin qolganlari ham qiziq. Hozir ko'rib chiqamiz. Tak, oppa, bu ham video kuzatuv kamerasi, lekin handicam, buni qo'lda ko'tarib yuriladi. Yomon emas. Salom janob politsiyachi. Bu yerda video olish mumkin emas. Xo'p, uzr. Bu esa bu GoPro ekan. Demak, buni ham yashirib qo'yish mumkin, lekin unchalik ham qulay emas, chunki videosini faqatgina flashkadan olib ko'rish mumkin bo'ladi. Menga esa real time'da ko'rish kerak bo'ladi. Shuning uchun mana bu monitorlaysini sinab ko'ramiz. Tak, bu eski fotoapparat-ku, plyonkada ishlaydi. Ha, xuddi shunday. Tushunursan, hattoki plyonkada emas, maxsus plastinalarda ishlash kerak. Mana bu yomon emas, mana bu zo'r, lekin bu ham eski. Ha, hammasi VHS davridan qolib ketgan. Bizda endi talab yo'q. Mana bu как раз menga kerak. Ha, mana ishlayapti. Qo'yil, xuddi shunday kerak edi. Narx qancha bo'ladi? 300. Ha. Men senga hozir 200 beraman. Ish tugagandan keyin esa yana ham kamerani qaytarib kelaman, buzmasdan bo'ladimi? Mayli. O'zingga nima qildi? Shamollaganman. Tushunarli, mayli. Sog'ayib ket, men esa ketdim. Tak, kamerani endi esa buzish kerak. Bunday buza olmaysiz, orqasidagi blokni buzing, tushib qoladi. Kirkam bor-ku. Brat, men sotuvchiman-ku, siz menga qarang. Hey, brat, siz buni sindira olmaysiz. Orqasidagini sindiring. Xo'p, mayli, mana aytganing bo'lsin. Mana sindiryapman. Rostdan shunda ko'rdingizmi? Ha, uzr bilmagan ekanman. Mayli, jitel, katta rahmat senga. Men ketdim. Kamerani ertandan qaytarib olib kelaman. Xo'p.
Bo'ldi, yaxshi. Qo'yil. Endi esa ishimiz hal bo'lgach, Mirni yoniga kirishimiz mumkin deb qaytsa, Mirni yoniga kirib nima qilaman? Hozir yana gapirishni boshlaydi. Nimaga ertalabdan kelmang deb o'zingiz yo'q edingiz desa, Mirlar yo'q bo'lishmaydi. Mirlar ish bilan chiqib ketishadi deydi. Yo'q, nimaga baqiryapsiz, hoy? O'g'rilar kelishdi. O'g'rilar? Ha, haydab yubordim hammasini. Qoyil boplabsiz. Qurollar yo'qmidi? Manchirovka, pichoqlar, menda esa ikkita pistolet. Qoyil boplabsiz. Yana orqadan kelib pichoq sanchishmasin. Yo'q, qarab turibman. Yaxshi. Unda omad. Aytgancha kamera olib keldim. Qanday ishlar ekan? Bo'ladi, yomon emas. Axir buni tepaga qo'ysangiz bo'ladi. 360 bo'lib ishlaydi. Tepaga qo'ysam, tagidan, blok tagidan qo'yish kerak tepaga. Garajning tepasiga qo'ysangiz oddiy qo'yiladi. Tagiga qo'ysangiz boshqacha. Mana bunaqangi joygami? Rostdan ham. Mana endi 360 bo'ldi. Qoyil, rostdan ham. Ham bilinmas ekan. Qani o'lib ko'raylikchi va. Bu nima bo'ldi? Boya o'laganimiz o'lanib qolgan. Okey, qani boshqatdan va rostdan ham. Yomon emas. To'xtamasdan atrofga aylanaveradi. Qoyil menga yoqdi. Shuni olib qolaman. Mayli, lekin o'sha ishni hal qilmasam bo'lmaydi. Qaysi ish? Xullas, uyim tepasidagi uyni. Tushunarli. Sizak mana buni sindirib tashlash kerak. Davay, sinaqol. Yaxshi. Bo'ldi, kamera menda. Endi esa uni borib o'rnatam. Qani. Bo'ldi, joyiga turdi. Endi esa kamerani o'rnatib qoldi xolos. Yaqinda qo'lga tushadi, sezib turibman. Mendan ko'radi hali. Xo'sh, qayerga qo'ysam ekan? Ichkariga qo'ysam yo'q. Kirgandan birdan ko'rish uchun shu mana bu yerga qo'ya qolaman. Toshning ustida unchalik ham bilinmaydi. Bo'ldi. Ulandi. Yaxshi, buni tashlash kerak va yana boshqatdan ulanamiz. Ajoyib. Endi bemalol ko'rsam bo'ladi. Signalni yoqib qo'yaman. Agarda harakatni ko'radigan bo'lsa keladi. Janob qo'riqchi, omad. Rahmat. Bo'ldi. Endi esa shunchaki o'zimizning ishlarimiz bilan shug'ullanamiz. Hammasi ko'rinadi. Bemalol ko'rishimiz mumkin. Kim kiryapti, kim ketyapti va harakatga sezgirligini ham yoqib qo'yaman. Kimdir keladigan bo'lsa, rostdan ham to'xtamasdan o'zi atrofida aylanar ekan. Qoyil, zo'r kamera. Balki o'zimga olib qolarman, ortiqcha $100 ham to'lab yuboraman va menda qoladi. Nima bo'lo, signal keldi-ku, qani. Nahotki, kel. Nima? Stop. Mermi? Tushunmadim, bo'lishi mumkin emas. Mer va qanaqadir nima? Stop. Nima 25-soatga aylanib ketyapti video. Men albatta bunday bo'lishini kutmagandim, lekin bu juda ham g'alati holat. Hozir ko'ramiz. Qanday edi, meni to'pponcham yo'q. Mana bu yerda bo'lishi kerak. Hozir men ularga ko'rsatib qo'yaman qanday bo'lishini, meni uyimni ustiga chiqib olib. Nima bo'ldi? Keldimi? Siz shu yerda turing. Qo'riqchini ham yoki sensirash kerak, yoki sizlar, chunki har safar har xilchasiga Janob qo'riqchi, men sizni endi sensiramayman. Mayli. Bo'ldi, qani tepaga chiqaylikchi. Ehtiyot bo'lish kerak, bu juda ham xavfli. Qani ketdik. Nima? Janob Mir. Yo'q, bunday bo'lishini kutmagandim. Mana shuncha o'qqa chidab berdi. Bu nimasi? Janob Mir, aqldan ozganmisiz? Bu nimasi? Yana uyimni tepasida Men. Bo'ldi. Jenur Sahir mer edi. Endi qishloqqa yangi mer keladiganga o'xshaydi. Umid qilamanki, u ahmoqona qoidalarni yo'qladi. Masalan, qishloqda yashaydiganlar огородga qarash kerak deganini. Mana bularni esa hammasini olib chiqib qo'riqchiga berish mumkin. Rostdan ham qo'riqchi kakras aytayotgan edi. Men yashashim uchun joy kerak deb. Men esa uni albatta uyimga qo'ymayman, uy tagiga qo'ya olmayman, chunki u yerda asrdagi jitel bor. Tepa esa endi tepaning rasvosini chiqarishdi. Bu yerni yaxshilab tozalash kerak. Nima ham qilardik, iloji yo'q. Janob qo'riqchi, sizga yangi narsalar olib keldim. Yashamoqchi edingiz, mana garajga qo'yib yashashingiz mumkin. Baribir men hozir bir qancha vaqtga shaharga ketishim kerak. Yo'q, mayli. Hozir baribir mashinani u yerdan olib chiqaman, garajga shularni hammasini olib kirasizda, bemalol yashashingiz mumkin. Mana bu yerda холодильник bor. Bularni hammasini qayerdan oldingiz? Uyimni tepasidagi uydan. U yerda kim ekan? Oddiy, nima desam ekan, boy odamlar shunchaki qiziqib, nima desam ekan, shunchaki kirishganda tepaga xullas. Yo'q. Mayli. Demak, narsalar rasvo bo'lmaganmi? Yo'q, hammasi yaxshi, yangidek narsalar. Ko'rinishdan sifatli. Aytyapman-ku, juda ham boy, xuddi merdek. Mer nima aloqasi bor? Mana sizga yana qo'shimcha shirinliklar. Men ketishim kerak. Aytgancha, hozir mashinani olib chiqishim kerak axir bu yerdan. Tak. Bo'ldi, mana bu yerdan ochishamiz va kalit axir kalit yo'q menda. Hozir kalitni olay, boraman qishloqdan shaharga. Tak. Bu yerda qani meni kalitim, mana uyni kaliti va albatta mashinaniki. Bo'ldi, yaxshi. Bu yerdan endi tuyog'imni ishqalatishim mumkin. Nima bo'lyapti? Xullas, menga shahardan juda ham srochni ish tushib qoldi. Shunga borishim kerak. Xo'sh, bo'ldi, ketim. Jenur sanali merdan qotilligini umid qilamanki, mana bu ahmoq qo'riqchini bo'yniga bosib yuborishadi, chunki qo'lida kakras men ishlatadigan qurol. Shuning uchun ham boshqasini olmagandim.